Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan 7-darsimiz. Birpasda 7-darsga yetib keldik va 7-darsda o'sha biz siz bilan bozorni tahlil qilishni, grafiklarni, naqshlarni o'qishni o'rganamiz. Dars nomi bilan tanishing. Support va resistance bu nima? Kimlardir biladi, kimlardir bilmaydi. Yana aytaman, bu o'rtoqlar 0 dan o'tirayotgan darslik. Bepul hammasi Market Central Asia YouTube kanalidan topsanglar bo'ladi. Agar boshqa joydan ko'rayotgan bo'lsangiz, YouTube kanaliga o'tib ko'ring. Videoga like bosing, fikringizni yozib qoldiring. Demak, 7-darslikda biz o'sha bozorni grafikini o'qishni o'rganamiz. Real holatda ham ko'rsataman va sizlarga birinchi realdan oldin nimaligini tushuntirib o'tishim kerak va bu bizda qanday amalga oshiriladi, albatta slayd bilan. Sizlar uchun men slayd tayyorlaganman. Support va resistance bu nima o'rtoqlar? Qaranglar, support va resistance bozorning asosiy chegaralari. Bozorda chegaralar bor, narx chegarasi bor. Misol uchun benzin narxi deylik yoki bo'lmasa keling oziq-ovqatdan gaplashaylik. Nonni narxini 1000 so'm deb olaylik va nonni narxi odatda 1000 so'mdan pasaymaydi-da. Bu chegara. Va non narxi 10 dan yuqoriga chiqib ketmaydi. Bu ham chegara. Tushunarli? Mana shu support resistance. Sodda qilib aytganda. Endi bu yerda oddiy qilib aytganda deb yozganman. Narx bizda mana bu narxlar bor-ku, yuradigan narxlar, shamlarimiz bor, yapon shamlari. Bular pastga tushganda to'xtaydigan darajada, mana support narx pastga tushganda to'xtaydigan daraja, rezident bu narx yuqoriga chiqqanda to'xtaydigan daraja. Ya'ni bizda support rezident o'zbekchalab o'rtoqlar bu qo'llab-quvvatlov, support qo'llab-quvvatlov degani-ku. Rezident bu qarshilik degani. Yoki bo'lmasa buni kimlardir уровень поддержки deydi, уровень сопротивления deydi. Hamma har xil o'zi uchun qulay tilda gapiradida. Kimdir men buni support bor, men rezident bor deb gapiramanda. Yoki men qarshilik zonasi bor, men qo'llab-quvvatlash zonasi bor deb ham gapirishi mumkin. Ya'ni mana shu terminni bilib oling. Narx mana support bu narx pastga tushayotganda to'xtaydigan daraja. Ya'ni non narxi tushib boryapti, 1000 so'mda to'xtadi va 1000 so'mdan keyin tepaga ko'tarilib ketadi. Chunki 1000 so'mdan pastga tushmaydi odatda non narxi. Va ko'tarilib turib yana kelyapti, yana pastga tushaman deyapti, tushmayapti, yana tepaga ketyapti. Qisqa qilib aytganda tushundingiz. Endi rezident bu nima? Ya'ni qarshilik zonasi deymizmi yoki o'rtoqli uровень сопротивления deymizmi? Bu nima? Bu bizda narx yuqoriga ko'tarilganda to'xtaydigan darajada. Bu darajada treyderlar uchun qaror qabul qilish nuqtalaridir. Qarang, tepaga ketyapti va narx 10 dan oshib ketmaydi non narxi. Pastlaymiz. Xuddi shunaqa o'rtoqlar. Valyuta juftliklari o'rtasidagi kurs ham ma'lum darajadan oshib ketmaydi odatda va o'sha darajaga borgandan keyin qaytadi. Tushundingiz-a o'sha mana? Oltin narxi, neft narxi ma'lum darajani o'tib ketishi mumkin ma'lum darajadan, chunki bu geosiyosiy holatda narx o'zgaradi. Mana hozir geosiyosiy holatni deb neft narxi 120 gacha ko'tarildi, misol uchun. Undan ham tepaga ko'tarilishi mumkin. Undan ham tepaga ko'tarilishi mumkin. Buni chegarasi yo'q. Boshqa valyuta juftliklaridacha bu ham bo'lishi mumkin, lekin ko'p holatlarda u darajada ko'tarilib ketmaydi. Ya'ni narx ma'lum darajadan pastlaydi va mana shu darajalarni topishni o'rganamiz va bu daraja nimaligini o'rganishimiz kerak siz bilan. Support qanday aniqlanadi? Avval ko'ring. Men birinchi sizga bu nima deyiladi? Teoretik tushuntirib beraman, undan keyin biz amaliyotda ko'rib chiqamiz. Support, qarang. Rasmga ham yozdim hattoki. Pastga tushgan narx bir necha marta to'xtasa support. Ya'ni oddiy qilib aytganda ham bor bu yerda o'rtoqlar, narx bir necha marta pastga tushib, shu darajada to'xtaganini ko'rganimizda bu darajani support deb ataysiz. Bu yerda xaridorlar kuchliroq. Ya'ni narx pastga tushyapti, ko'tarilib ketyapti. Yana pastga tushyapti, yana ko'tarilib ketyapti. O'sha mana shunday holatni ko'rdikmi, bu biz uchun support deyiladi va buni chiziqcha qilib belgilab qo'yamiz. Nima uchun? Chunki bu yerda o'sha ko'pchilik biladi, narx bu yerga kelgandan keyin pastga tushish ehtimoli kam va tepaga ketadi deydi-da, buyni bosadi. Xaridorlar, buychilar ko'p. Buy sell knopkasini o'rganganmiz-ku siz bilan. Ana shu buy knopkani bosadiganlar ko'p bu yerga narx tushganda. Grafikda ham ko'rsataman, chizamiz ham birgalikda. Chizishni ham o'rganamiz. Demak, rezident nima o'rtoqlar? Yuqoriga ko'tarilgan narx bir necha marta to'xtasa, xuddi shuni teskarisi, faqat yuqoriga bo'lsa qarshilik, pastga bo'lsa qo'llab-quvvatlov zonasi, ya'ni support rezident. Buni kimlardir SNR desa kerak, menimcha SNR strategiya. Kimlardir hamma narsaga nom qo'yib tashlagan o'rtoqlar. O'zi nom qo'yib qiyinlashtirib, alam-balon nom bilan bir narsalar qilib sotishadi-da. SNR
SM bir narsa strategiya deb qo'yishadi. Yo'q, o'rtoqlar, soddasi support resident bo'ldi. S and R dotida menimcha shunaqa bo'lsa kerakda, S and R da bu. Narx yuqoriga ko'tarilib, shu darajada to'xtaganini ko'rsangiz, bu daraja rezident bo'ladi va sotuvchilar shu narxda faol bo'ladi, ya'ni sellchilar faol bo'ladi. Narx pastda mana urilib ko'tarildi-da, ketyapti, mana bu yerga bordi, mana 10 ming so'mga chiqdi misol uchun. Bo'ldi, yig'ishtirdik, nonni, kartoshkani ko'rsin, to'g'rimi? Keyin valyuta bo'yicha gaplashaylik, chunki bu asosan valyuta juftliklari bo'yicha ishlaymiz. Bo'ldi, non bon bu misol qilish edi, unutamiz uni. Yevro dollar ko'tarildi tepaga, mana shu yergacha ko'tarildi. Pastga tushyapti, yana ko'tarildi. Misol uchun yana tushyapti, yana ko'tarildi, yana tushyapti. Bu joyda ko'pchilik sell bosaveradi, sell bosyapti. Tushib ketadi narx, yana ko'tarilyapti, yana sell bosadi, yana narx tushib ketadi, sell bosadi, yana narx tushib ketadi va oxiri tushib ketadi narx. Ko'p holatlarda, lekin tepaga ham ketib qolishi mumkin. Buni ham o'rgataman. Keyin, hozir emas. Tepaga ketib qolishini qanday aniqlaymiz, nima savdoga kirishni o'rgatishim kerak-ku. Men hozir bozorda naqsh o'qishni o'rgataman sizlarga va buni praktika qilasizlar. Praktika qilyapman, qildim degan kommentlarni ko'rsam, keyingi darsni chiqaraman. Bu bo'yicha ishlashni, pozitsiya ochishni bo'yicha savdoni tahlil qilamiz-ku, bozorni o'qiymiz-ku, qanday qachon bay ochamiz, qachon sell ochamiz, mana shuni o'rgataman. Demak, bu yerda sotuvchilar bu nuqtada faol bo'ladi, rezidentda. Bu yerda esa xaridorlar, ya'ni baychilar, bu yerda sellchilar, sellga ishlaymiz biz onada ko'proq. Tushunarli? Slaydning oxiri o'rtoqlar, support va rezident har bir treyderni do'sti deganini bilib olinglar. Yuqori ko'tarilgan narx bir necha marta to'xtasa bu rezident, buni bildiga, yana qoldirib qo'yapman, xatolik mayli. Bozor o'qishda eng sodda vosita bu nima? Support va rezident, eng oddiy klassika o'rtoqlar, hamma biladigan, hamma ishlatadigan, haligacha savdoda aktual. Qachon custom modadan qolgan degan gapni eshitdim-da men bir insondan. Haqiqatdan ham o'rtoqlar, qachon klassika modadan qoladi? Hech qachon. Shuning uchun klassika har doim trend va klassika bo'yicha savdo qiladiganlar ko'p holatda haligacha savdoda tiriklar. Mana shu klassik strategiyalarni o'rgatishni boshladim. O'sha strategiya emas, balki strategiya deb atarmiz buni. Chunki bozorni o'qishda bu ham. Mana shularni o'qib o'rganib, bozorni naqshlardan, yo'nalishlardan topishni o'rgansangiz, o'zingizga strategiya tuzib olasiz. Strategiya nimaligini bilamiz, o'rtoqlar. Savdo qarorini qabul qilishimiz uchun xuddiki jangda ham strategiya qo'llanishadi-ku. Har xil strategik o'yinlar, xuddi shu gap. Sodda vosita o'rtoqlar. Support va rezident darajalar. Ularni har doim chizasiz. Vazifa ham o'rtoqlar. Real savdo va demo hisoblarda mashq qilasiz. Buni keyingi darsdan keyin mashq qilishni boshlaymiz. Shu oddiy vosita bilan ko'plab muvaffaqiyatli trader bilan o'sha treyderlar qilishingiz mumkin. Ko'p muvaffaqiyatli savdolar amalga oshirishingiz mumkin. Endi esa o'rtoqlar, siz bilan biz bozorga qaytamiz. Mana o'rtoqlar, grafik bu dollar va yapon yenasi kursi, ya'ni yuqoriga ko'tarilib ketsa, dollar kuchayayotgan bo'ladi yapon yenasiga nisbatan o'rtoqlar. Agar pastga tushayotgan bo'lsa esa aksi bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni yapon yenasi qadrsizlanib ketadi yuqoriga ketib qolsa bu juftlik. Chunki dollar yuqoriga ketsa, yapon yenasi qadrsizlanayotgan bo'ladi. Dollar, yapon yenasi. Mana bu yerga e'tibor qiling, mana shuni ham tushuntirib ketay. Birinchi qaysi juftlik nomi bilan boshlansa, misol uchun mana bu yerda so'm dollar bo'ladigan bo'lsa, tepaga ko'tarilsa so'm kuchayapti, dollar qadrsizlanayotgan bo'ladi. Aksincha pastga tushayotgan bo'lsa, so'm bilan boshlanganligi uchun so'm pastga tushyapti, dollar kuchayayotgan bo'ladi. Tushunarli? Mana shunday. Xuddi bu dollar yapon yenasida ham xuddi shu holat. Dollar kuchayapti, yapon yenasi qadrsizlanyapti. Bu yerda esa mana dollar zaiflashyapti va yapon yenasi kuchayayotgan bo'ladi. Mayli. Endi support rezidentni o'rganamiz. O'rtoqlar, bozorni ko'ryapmiz, hozir ko'zimiz o'rganmagan. Bu yerga mana bu time frame'lar bilan biz istaganiga o'ting. Nima uchun aynan mana shu juftlikni ochdim? Dollar, yapon yenasida ko'proq support rezident zonalari bo'ladi. Shuning uchun mana shu yerda mashq qilishingizni mantiqan to'g'ri deb bildim. Bozorda mana bu yerda misol uchun biz zonani chizishimiz mumkin. Mana bu liniyani olsangiz, gorizontal liniya deb yozib qo'yibdi. Gorizontal vertikalni bilamiz, vertikal o'rtoqlar bu tepaga ketadigan, gorizontal yonlamachi. Shuning uchun gorizontal liniyani oldim mana. Mana bu yerda narx qaranglar, bir joyda yig'ilib bitta narxdan rosa ketibdi. Mana shu yerga liniya chizaman. Misol uchun. O'zida liniya ko'rinishi chizishni tavsiya bermaymiz. Chunki bu qaranglar, ayni bitta nuqtadan emas-da bu narx o'ynashi. Bunicha mana bu yerdan hozir topamiz o'sha instrumentni, birato'la siz ham topib olasiz. Kanal chizadigan bilan. Uncha kanal emas-ku, mana bu yerda to'rtburchak chizadigan kerak bizga. Mana shu knopka chizsa kerak, hozir chiqaramiz buni. Mana shuni chiqaraylik bu yoqqa. Mana knopkani oldik. Bilmadim nima qiladi bu. Bu knopka ekan bu.
Demak, bu yerdan hozir bizga to'rtburchak chizish kerak. Aslida mana o'rtoqlar, mana ming bor uzr, mana shuni chiqarib olamiz. O'rtoqlar, mana shu to'rtburchakni chiqarishni ham o'rgandingiz. Mana shu zonani belgilab qo'yamiz. Narx qaytayotgan zonani, mana bu soyalargacha ushlang xohlasangiz ushamang. Mana shu zonani belgilab qo'yamiz, uzoq tortib qo'yamiz. Ikki marta bossak, zona ustiga mana bu joylari ketadi. Ikki marta bosdik, bo'ldi. Belgilab qo'ydik. Nima bo'lyapti? Chunki narx tushgan. Hozir narx mana bu yerda deb tasavvur qiling, o'rtoqlar. Mana bu yerda mana endi tepaga ko'tarilib ketyapmiz. Mana shu yerda yuribdi narx. Bu yog'ini yo'q deb tasavvur qiling. Endi kelajakni tahlil qilyapmiz-da. Bozor mana bu yerdan urilgan-ku. Endi bozor pastga qaytyapti, pastga tushyapti-da. Mana bozor pastga tushib kelyapti. Dollar zaiflashib, yana kuchayib boryapti. Va kelib mana bu zonamizga tegyapti-da, yana yuqoriga ketib qolyapti. Zo'r-ku. Mana bu yerda ham xuddi shu zonani to'g'ri topibmiz ekanda. Kelib tepaga ketib qoldi. Narx yana nima qildi? Yana pastga tushyapti-da. Mana zonani qarang, mana bu joygacha bekorga chizmaganman-da. Bu soyalari narx nima qilgan? Mana shu joygacha harakatlanib ko'tarilib ketgan. Xuddi shu joygacha yana kelyapti-da. Mana ko'tarilib ketyapti. Demak, to'g'ri topibman. Mana shu yerdan narx qaytdi. Demak, narxni qaytish zonalarini to'g'ri topdim. Endi buni kerak bo'lsa uzoqqa ham chizib qo'yishimiz mumkin. Mana ishlarmikan? Yo'q, o'rtoqlar, o'sha uzoqqa borgandan keyin narx yetib kelmasdan qaytib ketgan, chunki o'sha bu yerda boshqa zonalar aktual bo'lishni boshlagan. Mana bu yerda o'sha yangi support rezident chizsak bo'ladi. Xuddi mana hozir 2 marta to'rtburchak chizib o'tirmasam, mana chizib qo'yay. Mana qarang, bu yerda ham mana narx urilgan ketgan. Va mana kelyapti-da, yana shu yerga urilib ketyapti. Hozir yana kelib urilsa, mana shu yerdan ketishi mumkin. Bu yerdan ketmasa, tegidagiga kelib urilib, keyin ketishi mumkin tepagani. Tushundingizmi? O'sha bozorni aniqlashni o'rgandik, kelajakni. Xo'p, kelajakni aniqladik. Mana buni o'chirib tashlaymiz. Bunisini qaytaramiz mana. Bu liniyamiz hozir bizda yaxshi. Oxirgi aktual zonamiz. Ko'p marta narx ketgan va mana lojniy bo'lmagan. Bu eski zona edi. Demak, ketdik, mayli. Shuni tushunmovchilik bo'lib qoladi, o'rtoqlar. Ba'zida o'zim uchun sodda tilda gapirib ketaman. Lojniy deb boribman, mayli, e'tibor qilmaysizlar. Demak, hozir narx kelsa, mana bu bozor yurib kelsa, mana shu yergacha nima bo'ladi, o'rtoqlar? Keyin katta ehtimol bilan yuqorilash mumkin. Katta ehtimol bilan, lekin ketadi 100% emas, bozorda 100% narsa yo'q. 99% strategiya bor. Keyinchalik yetarman balki. Qani videoni oxirigacha ko'rayotganlar shu yozing, 99% strategiya qanday deb yozingchi, men keyingi darsda balki aytib o'tarman. Bozorda foyda bermaydi o'zi aslida, lekin strategiya bor shunaqa. Bozorda 100% narsa yo'q. Darslikni ko'rayotganingizni bilish uchun men aytayapman bu narsani, komment yozsanglar shu bo'yicha deyapman. Demak, bozor tushsa, keyin ko'tarilishimiz mumkin ekan. Xo'p, demak, bilib oldik. Endi qayergacha ko'tarilishi mumkin bozor? To'g'rimi? Endi bu yerda mishkani bitta o'rtasini bosasizda, birinchi mana shu narsa chiqadi mana. Ham tepaga ham yonga chiziq paydo bo'lyapti. Bu chiziq chizish emas, prosta chiziq, vaqtinchalik chiziqda. Ya'ni support rezidentni ko'zingiz o'rganmagan-ku topishga, to'g'rimi? Mana bunaqa olib borasiz narxlarni ustiga. Mana bu qaytibdi, keyin oldin ham qaytganmi, bu zona aktualmi? Desangiz, qarasangiz yaxshi zonaga o'xshayapti. Chunki mana bu yerda biroz pastda ham yana qaytyapti. Demak, yo'qdi. To'rtburchakni olamizda, mana shu zonani aktual qilib chizamiz. Bu pastda ekani. Mana bu yerga ham to'g'ri kelyapti. Narxni ko'taramiz mana bu yergacha. Mana bizda aktual zonamiz. Bu nima edi, o'rtoqlar? Bu supportida bu rezident edi. Endi bozor hozir nima ko'rsatib nima karomat ko'rsatyapti? Bozor mana bu yergacha kelsa, bu yerdan agar yana ko'tarilib ketadigan bo'lsa, qayergacha yuradi? Bozor mana bu yergacha yurishi mumkin. Ya'ni bozorni o'qiyapmiz. Nimaga buni chizdim? Chunki narx mana shu yerdan bir necha marta qaytgan ekan. Bu bizda shunaqa ishlaganki, hattoki mana narx urilgan, qaytgan va o'rtoqlar tepaga chiqib ketgandan keyin narx bu yerdan kelib mana shu yergacha urilib yana tepaga ham qaytgan. Hattoki bizda bu zona tepaga ham ishlab bergan. Va yana bir narsani tushuntirib beraman hozir. Bizda support rezident o'rnini almashtirib turadi. Ya'ni mana bu hozir bizda narx mana bu yerda harakatlanayotgan vaqtda bu biz uchun rezident zona, qarshilik zonasi edi. Narx qarshilik zonasining tepasiga chiqib ketsa, endi narxni tagida qolib ketdi-ku bu. Bu support zonaga aylanib qoladi. Tushunarli? Xuddi shu holat. Agar narx support zona tagiga tushib ketsa, mana support zona deydi-ku bu, to'g'rimi? Narx buni tagiga tushib ketdi. Endi support zona, narxni tagidagi zona bizga support bo'ladi, narxning tepasidagi zona biz uchun rezident zonaga aylanib qoladi. Tushundingiz? Oddiy.
narxdan tepada bo'lsa qachonki u rezident bo'laveradi, narxdan pastda bo'lsa bu support va bu zona uzoq muddatda ham ishlashi mumkin. Uzoq muddatda deganim 1 marta 2 marta ishlab keyin ishlamay qolishiga emas, ba'zida ishlashi mumkin. Chunki tarix takrorlanadi bozorda. Ya'ni bozorda mana qarang, aytyapman-ku, bu narx ko'tarilib pasaygan, narx ko'tarilgan va yana pasaygan, narx ko'tarilgan pasayotida, lekin bu yerda mana bu yerda bo'shliq bor, sham yo'q. Nima uchun? Bu yerda geosiyosiy holatlar borda. Geosiyosiy holatlarida bu gap deyiladi. Ya'ni bozor mana shunaqa narx yo'q, tashlab ketadi. Bo'shliq bo'lib qoladi. O'rgataman. Xo'p, mana shu bo'shliqni deb tepaga chiqib ketdik va tepada harakatlanib yuribmizda, endi bu zona biz uchun nima? Bu support, xuddi mana bunga o'xshagan support zona. Bu yerga kelsa, urilib tepaga qaytish kerak endi. Narx tushunarli? Mana bozor kelyapti-da, urildi, tepaga qaytyapti va urilib buni buzib ketdi va buni ham aytdim, ba'zi holat buzib ketadi. Buni ham o'rganamiz dars davomida, keyingi darsda o'rganamiz to'g'rirog'i. Va endi narx kelyapti-da, yana kelib urildi. Urilganidan keyin yana pastga ketyapti. Pastga ketganda mana bu chizib qo'ygan zonamiz bor edi. Kelib mana shungacha urilyapti-da. Wow, zo'r topibman ekan. To'g'ri chizibman ekan. Narx mana shu yerdan tepaga ketishi mumkin dedim va tepaga ketdi. Qayergacha ketishi mumkin? Mana bu yergacha. Narx yetib bormadi, birozgina yurdi, yetib bormadi va qaytib ketyapti. Bu o'sha boshqa strategiya, buni keyin o'rgatamiz. Oxirroqlarida darsliklarni, chunki bu kuchli strategiya, buni keyin o'rgataman. Hop, narx yetib bormasdan ishlab olasiz. Zo'r tahlillar bor. ICT ga to'g'rilab olamiz buni. ICT darsligi narx pastga tushyapti. Endi qayergacha tushishi mumkin narx o'rtoqlar? Mana bu yergacha, to'g'rimi? Mana bu yergacha tushishi mumkin, to'g'ri. Chunki biz support rezident bo'yicha ishlaymiz, bu yerga tushishi mumkin. Keyin bu yergacha ketishi mumkin. Bundan tashqari, time frame da ham katta farq qiladi o'rtoqlar. Katta time frame da umuman boshqa narsa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Katta time frame ga o'tib olaylik. Mana misol uchun mana bu zonani bunda belgilab qo'yamiz katta time frame da. Bu zona sal katta bo'lib qoldi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, kichkina time frame ga o'rtoqlar, bu aktual ishlagan zonaga o'xshab qoldi mana. Katta time frame da tahlil qilamiz o'zi asosan va katta time frame dagi zonalar to'g'ri pulimiz ko'proq bo'lishi kerak. Chunki buni ichiga kirib harakat qilib biz kelib urilgandan keyin ochib qo'yishimiz mumkin savdo. Bozor buni ichida harakat qilishi mumkin, undan keyin yurishi mumkin-da. Pulimiz yetishi kerak-da, buni ichida harakatlari ham hozir $1. Buni ichidan chiqib ketishi $2 bo'lyapti. Buni ichida harakati $1 zarargacha olib kirib turadi bizni. Pulimiz ko'proq bo'lishi kerak. $10 bo'lsa, bu yerda misol uchun savdo qila olasiz. Chunki dollar Yaponiyasi juda ham kichik pul bilan savdo qilish uchun mos. Support rezidentni o'rgandik. Istalgan time frame ga o'ting, support rezidentni chizing va o'xshadi-o'xshamadi o'rganasiz. Ya'ni ko'zingizni chiniqtiring. Boshda siz mana qilib tashlaysiz. Misol uchun mana bu soyalarni ham zona qilib tashlaysiz. Kelib qaytgan ishlayapti, to'g'rimi bu yerda o'zingizcha. Lekin M30 ga o'ting, bitta katta time frame ga o'ting. Xo'p, bu yerda ham o'xshabdi, qani bu yerda ham o'xshabdi. Katta time frame da o'zi chizgani ma'qulroqda zonalarni. Katta time frame da aniqroq bo'ladi. Hammasida o'xshadimi? Demak, to'g'ri ekan. Agar o'xshamay qolsa, katta time frame ga o'tganingizdan keyin bu zonada narx yo'q bo'lib, balki sham bo'lib, butun sham bo'ladigan bo'lsa, bitta, ikkita bo'ladigan bo'lsa va ko'p marta bunchalik qaytmagan bo'lsa, chunki buni qarang, soatga qarang, 22:15 va mana bu 15:45. Bu yerda ancha sham bor ekan. M15 bo'lsa ham ancha sham bor. Demak, bo'ladi aktual. Mana shuni chizishni o'rganing, chizing. Narx mana bu yerda ham mana misol uchun qaytgan, to'g'rimi? Qaytyapti-da va mana bu yerda yana kelib urilib qaytyapti. Va mana bu yerda yana aktual ishlatdi. Bu xuddi buzib o'tgan. Buni ham o'zingiz uchun chizib qo'yasiz misol uchun, lekin men buni zona deb hisoblamayman misol uchun. Buni chizdingiz. Mana shunaqa chizib o'tirasizda, mana bu yerdan ham mana qaytgan ekan, hozirgi zonamiz yaxshi ishlagan ekan. Chizib o'tirasizda, endi bozorni tahlil qilib o'tiring. Kuzating bozorni, ko'zingizni o'rgating. Xo'p, mana buni buzib o'tib ketsa, tepada harakatlansa qayergacha borishi mumkin? Mana bu yerdan narx qaytibdi, mana bu yerdan qaytibdi. Buni ham chizamiz, mana misol uchun. Chunki mana narxga burilib, tepasida ham harakat ko'p marta tepaga chiqib ketgan, keyin pastga tushgandan keyin kelib urilib qaytib ketgan, mana bu yerdan urilib qaytganidan keyin bu yergacha borgan, yana ketgan. Demak, narx hozir bu yerga harakat ko'rsatyapti va bu yerga harakat ko'rsatib qaytsa mana bu yergacha borish mumkin. Agar bu yerdan hozir qaytsa, keyin qayergacha ketish mumkin? Yana qaytsa bu yergacha qaytishi mumkin. Agar qaytmasa-chi, xuddi mana bunga o'xshagan uzun buzib ketib qolsa-chi, tepaga ketib qolsa, qayergacha borish mumkin? Tepaga ketib qolsa mana bu yergacha. Shu qayergacha borish mumkinligini chizib o'tiring, o'rganing. Va bozorni mana shu yergacha harakat qilish ehtimoligi juda ham yuqori. Chunki bu strategiya bozor mana shu klassika bo'yicha ko'proq harakat qiladi-da, yurishi mumkin. Buni ham buzib ketsa qayergacha borishini ham chizib olishingiz kerak-ku, to'g'rimi? Unday qiling. Mana bu yerda yaxshi zona bormi? Unchalik yoqmadi menga deng, yoqmasa
Mana bu sal aktual ekan. Mana shuni chizib qo'yasiz, chunki bu yerda kelib narx qaytgan, mana tepasida harakatlanyapti, bitta urilib ketib qolgan va pastga harakatlanayotganda urilib qaytgan. Endi bu kattaroq qilib chizish kerak ekan o'zi aslida buni. Chunki bu kichkina zona emas, mana kattaroq qilib chizilsa, mana shu zonagacha hozir narx borsa, mana shu yerdan qaytishi mumkin. Mabodo boradigan joyi hozir buni buzib o'tib ketsa, mana shu yergacha ekan. Mana shunaqa chizing. Buni buzib o'tib ketsa, mana bu yergacha borish mumkin. Chunki eng yuqori nuqtamiz hozir shu bo'lib turibdi, M15 ta. Undan ham yuqorini topmoqchi bo'lsangiz, katta time frame ga o'tasiz. Undan yuqorida mana bu yerda zonalar bor misol uchun. Bu ko'zingiz chiniqtirib bozorni kichik time frame ishlaysizmi? O'zingizga moslab oling. Har xilda chizib ko'ring, eng ma'qulini o'zingizga moslaysiz. Mana support rezidentlarni chizishni o'rgandik. Boshlanishlar nima qiladi aytgancha? Mana bu yerdan tekstni chiqarib qo'yadi-da, boshlanishlar. Bizga mana knopka degan narsa kerak emas, o'chirib tashlaymiz. Udalit tekst degan bo'lish kerak shu yerda. Yoki bormi bizda? T deganini topamiz. Bu tekst yozdirishga bor ekan, chiqarib qo'ygan ekanmiz. Boshlovchilar mana qiladi, tekst qiladi-da. Buni hozir bozor uchun bu nima? Bu rezident. Rezident mayli. R mayli, men bilmayman rezident qanaqa yoziladi. R. Mana bu nima? Hozir bozor uchun bu support, to'g'rimi? T'ni bosamizda mana bu yerga S deb yozib qo'yamiz. Xuddi mana bilishimiz uchun-da. Boshlanishlar mana shunaqa chiroyli qoladi o'zi uchun bozorni. Siz ham shunaqa qolsangiz bo'ladi. Ya'ni bozor support zonaga kelyapti hozir. Haqiqatan kelyapti-da. Kelib urilib bu yerdan qaytsa rezidentgacha borish mumkin. Mana bu nomi esdan chiqsa rezident yozib oling. Rezident yozing kerak bo'lsa. Prosta hozir men shuni noto'g'ri yozsam negativ paydo bo'lmasin, qanaqadir aqlli kelib dedim-da. Shuning uchun R deb yozib qo'ya qoldim. Resistent deb yoziladi, buni yoziladi-ku. Xo'p. Demak, undan keyin mana bu ham nima bo'ladi? Hozir bozordan bu yuqoridagi zonalar hammasi hozircha rezident bo'ladi-da. Shuning uchun bunga o'xshab buni ham hozir R deb yozib qo'yishimiz mumkin. Bu ham bir R2 bu. Bizda rezident 2 zonasi. Xuddi bozor agar chiqib ketsa, mana shu yergacha borishi mumkin. Tushunarli? Bu rezident 3 mana bu. Tipa tushundingizmi? Mana endi hazil aralash qilyapman, to'g'ri, lekin ko'pchilik boshlanishda mana shunaqa ishlasa, o'z uchun bir tomondan maza qilib ishlaydi. Bir tomondan adashish ehtimoli kamayib boradi. Ko'proq zonani mana bu bilan chizishni tavsiya beraman o'rtoqlar. Chunki bu bilan chizish ancha yaxshi, chunki soyalarini ham ishlaysiz. Xo'p, bozor hozir pastga buzib o'tib ketib qolsa, mana bu yana support zonamizning ichida-ku, buni buzib o'tib ketib qolsa, mana bu yergacha bu shunda R ga aylanadi. Mana shuni o'zgartirasizda, R qilib qo'yasiz buni o'zgartirib. 2 marta bosib so'yasiz kirsangiz, bu R bo'ladi. R ga almashtirib qo'yasiz. Buzib o'tib ketsa. Tushundingizmi mana? Ya'ni support rezident nimaligini tushundingiz. Bozor shu joylardan qaytar ekan. Yaponlar shuni ishlatganda, narxni guruch narxi mana shu yerga ko'p qolib ketdi, bu yerdan tepaga ketib qoldi. Guruch narxi pasayapti. Qayergacha pasayadi guruch narxi? Kun davomida mana yergacha pasayib ketdi, yana ko'tarildi. Yana pasaymoqchi. Guruch narxi mana yergacha pasayishi mumkin. Qaranglar, belgilagan, mana shuni ishlagan, yaponlar chizgan buni, daftarlaganmi, qog'ozgami, o'zi nimasi bo'lsa o'shanga chizgan o'sha vaqtlarda. Mana shu tahlil yapon shamlari bozor haligacha ishlaydigan tahlil hisoblanadi o'rtoqlar. Mana haqiqatan ham bozor kelyapti, keyin qaytishi mumkin. Bu narsa o'rtoqlar sodda klassikni bitta turi, SNR strategiya deysizlarmi, support rezident deysizlarmi, сопротивление yoki поддержка deysizlarmi, qo'llab-quvvatlov va qarshilik zonasi deysizlarmi? Qarshilik bu o'rtoqlar tepa bo'ladi, qo'llab-quvvatlov past. Mana shunaqa aytiladi endi bu. Har doim qarshilik qilar narxga bu qo'llab-quvvatlar ekan emas. To'g'ri shunaqa tushunsangiz ham bo'ladi. Ya'ni pastda qo'llab-quvvatlov, narx pastga tushsa, narxni yuqoriga otib yuboradi. Qo'llab-quvvatlab boradi ko'tarishga. Narx tepaga borsa, qaytarib yuboradi, qarshilik qiladi. Mana shunaqa yodlab olsangiz ham bo'ladi. Yodlash ham shart emas bu. Support rezident bo'ldi, bilib oling, tepaga chiqsa qaytishi mumkin bo'lgan zona. Nima qilasiz qiyinlashtirib bozorni o'ziga? To'g'rimi? Bu dars juda ham kerakli deb o'ylayman. Bu kerakli narsa o'rtoqlar. Bozorda bu ishlaydi, haligacha ishlaydi va bozor mana shunaqa harakatlanadi. Odatda chizing, har xil time framelarga o'tingda, har xil juftliklarni chizing. Va qaysi birida ko'proq ishlayapti bu? Qaysi birida ko'proq tahlil qilyapsiz? Mana shu chizib qo'yapsiz, yuryapti. Endi men keyin bozorga kirish chiqishni o'rgataman sizga. Keyingi darsda tasdiq olishni o'rganamiz support rezidentdan. Dars ma'qul kelgan bo'lsa, kimdir manfaatdor bo'layotgan bo'lsa, albatta kommentariyada fikringizni kutaman. Barchaga rahmat, kuninglar xayrli o'tsin. Keyingi darsda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr o'rtoqlar, salomat bo'linglar.